Bu yerda siz shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritish talab etiladi. Shaxsiy ma'lumotlaringiz tug'ilgan rasmni yuklash, ism, familiya, otstvangiz, o'zingiz haqingizdagi ma'lumot, pasport ma'lumotlaringiz, jismoniy shaxs raqami, lavozim turi, viloyat, tuman, o'zingiz haqingizdagi ma'lumot va avtobiografiyangizni to'ldirish talab etiladi. Shundan so'ng saqlash tugmachasini bosishingiz mumkin. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, bu yerga kiritiladigan belgilar faqat lotin harflaridan kiritiladi. Agarda siz kiril alifbosida kiritadigan bo'lsangiz, tizimda sertifikat olish jarayonida xatolik borligini ko'rsatadi. Shuning uchun pasportdagi ma'lumot qanday bo'lsa, o'sha holatda yozishingiz kerak. Chunki sizga sertifikat chiqishida yoki sertifikatda xatoliklar ro'y berishi mumkin. Va yana shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, siz kiritayotgan ma'lumotlar faqat familiyangiz bosh harfda, qolgan harflar esa kichkina harfda yozilishi kerak. Chunki sertifikatda chiqayotgan siz kiritgan ism, familiya, otstvangiz, ya'ni otangizning ismi sertifikatning asosiy oynasiga sig'may qolishi mumkin yoki yozuvlarning ko'rinishi sertifikatga mos kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun jinsingizni tanlash kerak, erkak, ayol. Tug'ilgan yilingizni klaviaturadan kiritsangiz ham bo'ladi yoki bu yerdan tanlash imkoniyati ham mavjud. Telefon raqamingiz avtomatik holatda chiqadi. Pasport ma'lumotingiz. Bu yerda AB va 7 ta raqam kiritiladi. Jismoniy shaxsning raqami, ya'ni pasportdagi jismoniy shaxsning identifikatsiya raqamini kiritishingiz kerak. Bu yerda ya'ni o'ng tomondan 2 ta qoldirib 14 ta raqamni sanab kiritasiz. Jadvalga ortiqcha raqam kirmaydi, ya'ni 14 tadan oshiq kirmaydi. Lavozim turi, demak o'qituvchini tanlaymiz. Qaysi fan o'qituvchisi? Bu yerda siz o'zingiz dars berayotgan faningizni tanlash talab etiladi. Fizika va astronomiya. Viloyat, qaysi viloyatda bo'lsangiz, ushbu viloyatingizni tanlash talab etiladi. Olmazor tumani. O'zingizning maktab raqamingizni topishingiz kerak. Ish joy va qo'shimcha ma'lumotlar kiritish. Toshkent shahri. Bitirgan ta'lim muassasangiz, fakultet, bitirgan yilingiz. Men haqimda. Ushbu ma'lumotga o'zingiz haqingizda to'liq maktabda erishgan yutuqlaringizni kiritishingiz mumkin. Ma'lumotni kiritib bo'lgandan so'ng batafsil yana qarab chiqing. Ism, familiya, pasport bo'yicha to'liq ma'lumotingizni ko'rib chiqish talab etiladi. Keyinchalik xatoliklarningiz, chunki ko'p murojaat qiluvchilarda ism, familiya yoki pasport ma'lumotlarida xatoliklar bor deb murojaat qilishyapti. Shuning uchun tanlagan faningiz, o'zingiz haqingizda pasport ma'lumotlaringizni to'liq ko'zdan kechirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Shaxsiy ma'lumotlarga siz rasmingizni ham yuklab qo'yish imkoniyati mavjud. Bu yerda formatlari ko'rsatilgan, ya'ni rasmni qanday formatdagi rasmlarni yuklash tartibi ko'rsatilgan. Yuklash tugmachasini bosib, sizning rasmingiz qayerda joylashgan bo'lsa kompyuterning o'sha joydan yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda ixtiyoriy rasmni qo'yaman, hozircha tekshirish. Hozirda rasm ko'rinmaydi, saqlash tugmachasini bosganingizdan so'ng tekshirish jarayonida ko'riladi. Bu yerda mana tabriklaymiz muvaffaqiyatli o'tganligingiz to'g'risida sizni. Hozirda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz platformada saqlandi. Bo'sh holatda turgani, yana siz qayta to'ldirishingiz kerak degani emas. Faqatgina F5 tugmachasini bir marta bosamiz. Oynani bir yangilab olamiz. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz to'liq xotirada saqlandi. Hozirda sizga ushbu tizimda o'qish imkoniyati yaratilmagan. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz ko'rib chiqishga taqdim etilgan, ya'ni o'rganib chiqilib xatoliklar yo'q bo'lsa tasdiqlash tugmachasi bosiladi. Shundan so'nggina siz tizimda kirish imkoniyatiga ega bo'lasiz.